Xohlasang ertagayoq Gulbahorning xatini qo'lga tutqizaman. Istasang bugun Xonzodaning javobini beraman. Seni olaman. Mana endi tushundingmi Jamilaxon? Boyata. Bu gapni bir aytdingiz, yana qaytib gapirmang. Men o'sha qirolingizni yaxshi ko'rib tekkanman. Boshimdan tar qo'ysangiz ham, men undan ayrilmayman. Voy tentage. Sening baxtingni ochilgani shuki, men seni yaxshi ko'rib qoldim. Bunaqangi baxt kerak emas menga. Aftidan qari deysan shekilli. Endi navqiron qirchillamab yigit bo'lgan vaqtimi? Jalingizni charchatmang, Boyata. Ko'ramiz. Qani nima zo'r ekan? Sendagi sevgi bilan vafolarmi yoki mening cho'ntagimdagi oltinlarmi? Shuni unutmagilki, haligacha hech kim Soliboyning orzusiga ko'ndalang kela olgan emas. Sen endi rozi bo'lmading. Buni sendan so'ramasdan qilaman.